Saqsızlıqda afət. Hər yili idarəmiz işçi xizmətçilərini bir qitimliq haqsız sağlamlıq təkşürüşkə uyuşturdu. Bu yılmı şundaq boldu. Bu təkşürüşdə səhiyyə xadimləri xizmətçilərinin qan besimi, bədəndəki may tərkibi, bədən eğriliği və boy egizligi qatarlıqlarını ölçəydi. Bu sağlamlıq göstərgücünün hər birinin, hər kişinin sağlamlığı üçün alaydı mənisi var. Məsələn, qan besimini ölçəgəndə siz çoxum sestranın sürət və məxrəc şəklində ifadələnən 115-74 degan sanını yazğanlığını görgən. Bu qan besimini ölçəşdən kelib çıxan san olub, 20 yaşdan yuqarı sağlam adamның qan besimi 120'de 80 ətrafıda boludu. Yəni, yuqurdakı qiymət 120'den tövən. Tövəndəki qiymət 80'den tövən bolsa, bu kişinin qan besimi normal bolğan boludu. Bir kişinin qan besimi uzun məzgil yuqarı bolsa, şu kişinin börək kesili, yürək kesili və menisiga tuyuqsuz qan düşüb ölüb ketişinin ehtimallığı yuqarı boludu. Bədən eğriliği və boy egizligini ölçəgəndən keyin hesablap çıxıldığan yana bir sağlamlıq görsətküçü bar olub, o bədən eğriliği görsətküçü deyə atıldı. Bunu hesablaşның usulu nəhayət addi. Yəni, aldı bilan bədəninizin eğriliğini eğrilik ölçən birlik üçün kilogram işletib ölçəysiz. Andın boyunuzun egizligini ölçən birlik üçün metre işletib ölçəysiz. Onundan keyin boyunuzun egizligini ölçəşdən çıxan sanını kvadratlıq götürüb, bədən eğriliğinizni boy egizliğinizin kvadratlıq bölübəsinizlə, bədən eğriliği görsətküçüge erişələysiz. Əgər siz erişkən san 18'den tövən bolsa, sizning avaqlığınız benormal degan gap. Yani siz yığnaq üçdək avaq adam bolup, bu yoki kasallik tüpayli və yoki tamaqni yaxshi yemaydigan birisi ekanligingizdan. Bu san 18 yerim bilan 25ning aralığında bolsa, eğriliğiniz normal, sağlam adamsiz. Yani siz bədən sapasınızga diqqat qiladigan, salomatligingizga ko'ngil bildigan insonsiz. Agar sizning bədən eğriliği ko'rsatkichingiz 25 bilan 30ning aralığında bolsa, semiz hesaplanasiz. Yani yegin ichgandek, so'q sandaldek turaman deb, yoki tamoqni ko'p yeb oladigan va yoki harakatni oz qiladigan bir odamsiz. Eğer bu san 30'dan yuqarı bolsa, siz çoqumki tolimi kilangsiz, yer shari ko'tarolmamdi meni deb beg'am yashaydigan odamsiz. Va yoki bodakligim, go'zalligim deb Aytullo Adolning naqshisini g'ingshib o'qiydigan xushnavo xonimsiz. Demak, kishilarning badan eğrilik ko'rsatkichining har xil bo'lishida har xil sabab bor. Uyg'urlarda tan saqliq bilan o'riq semizlikning munosabatini, o'riq semizlik bilan turmush sharoitining munosabatini bog'lab tushundiradigan nurg'un hikmatli so'z yoki iboralar bor. Alayli, xotun yarashsa er samirdi. Mana bu so'zning o'zida nurg'un ma'no bor. Aldı bilan uningga yo'shilingan ma'no dal ko'lam egiligining oilada o'z ifodasini tepshidir. Yani ilgiri iyiga $4000 muaş aladigan Barat Halavdinning chiqimi iyiga $3000 bo'lib, qolgan $1000 to'y uchun amonatga yig'idi deyli. Iyiga $4000 aladigan Tunisagul oylik xarajatiga $3500 chiqim qilib, qolgan $500 amonatga qo'ydi deyli.
Mubada bu ikkisi tepishib to'y qilsa, to'y qilgandan keyin ikkisining umumiy kirimi iyiga $8,000 bo'lib, chiqimi $5,000 tushadi. Amanat qo'ydigan puli $3,000 ga ko'paydi. Nemishqa? Chunki endi har ikkalarining turmush chiqimlari oddisi, uy ijarasi, tok, suv va tamoq chiqimlari tejiladi. Mana endi boytaqchilikda muoshning ko'p qismini sirtda g'izalnishga sarf qiladigan Barat Halovadan to'y qilgandan keyin ayoli Tunsagulning o'xshitib etib bergan lag'manlarini, qo'yning quyrug'ini besib etgan pololarni ishtaha bilan to'yg'idek yeb samirib ketadi. Demak, xotin yarashsa er samirdo degan so'z oddiydek turg'ini bilan onunga yuqorqidek bir ma'nomi yoshiringan. Tanha odamga qaraganda oila qurgan kishilarning iqtisodiy ahvolining nisbatan yaxshiligini tajribachilik usulini qo'llanib tadqiqot ilib boradigan iqtisodshunoslar o'ttirib qo'ygan. Albatta, bu yerda ko'lam iqtisodining roli alohida gavdalantirilgan. Ya'ni yuqorqi misaldagidek ayol ikki tarafdan kirim qiladi, lekin ikki odamning chiqimi bir odamning chiqimiga qaraganda salla maza yuqori bo'ladi. Masalan, uy ijarasini bir odam to'lagandan ikki odam to'lasa, arzon ham yenik to'xtaydi. Bizda yana patang odam chidamliq keldi degan so'zmi bor. Bu so'z o'rq odamning sog'lom bo'lganligidan bishorat beradi. Necha yillar ilgari men Harvard universitetida o'xshamgan madaniyatlarda sog'lomlik qarshi degan mazmundagi darsni olgan vaqtimda menga so'zlash fursati kelib, bizning madaniyatimizdagi sog'lomlik qarashlari haqida so'zlab berganimda, sinfda kulkilarning ko'tarilgani va Afrika ham Janubiy Osiyodagi ba'zi davlatlardan kelgan saboqdoshlarning gaplarini tasdiqlab bosh langishtirishganlari hozirmi ko'z oldimda. O'xshamagan madaniyatlarda kishilarning sog'lomlik bo'lgan ko'z qarashi turg'un emas. U kishilarning turmush saviyasi, bilim qurilmasi va sog'lomlik haqidagi tushunchasining cho'nqurilishiga ergishib o'zgarib turadi. Masalan, mening dadam bo'yiga nisbatan xilli semiz odam bo'lib, dadamdagi u xil semizlikni bir xil salofat deb uning havas qiladigan kishilarni men yurt kichigimda ko'rgan. Dadamning xizmati yuqoriroq bo'lsa-mu, ammo o'zi ishchan, amaldorlik kibri yo'q. Xizmatdan uy kelibla ejizlikda ishlab ketadigan bir aksi bo'lib, bu odam harakatning ko'pligi ham ilmiy oziqlanishga ahamiyat berganligi uchun o'zi intayin urq. Shu vajdan bakli sog'lom bir kishi edi. U chaqlarda jamiyatda unchalik amali bor kishilarning hammasi semiz bo'lg'achqa, amaldor desa kishilarning ko'z oldiga semizlikdan bo'yinlari ko'pib, yozuvchi Ahad Turdining Sinoq maydonida degan hikoyasidagi yiliqi 4 cho'ng kashfiyotning nimaligini bilolmay, ingaklardagi go'shtlar tuvanga sanglab qolgan, qo'saqlari to'mpib chiqib qolgan amaldorning obrazdagi kishilar keladi. Chunki moddiy ashyo kamchil u zamonlarda faqat amaldorlarla eng yaxshi bo'lgan, oziqlik qiymati yuqori narsalarni iste'mol qila oladigan uchun ular avom xalqqa qaraganda tez samariyalaydiganligidan bo'lsa kerak. Men dadamning tuqqanining ayolining bizning uyda dadam shundaq deganini bir necha qatam anglagan edim. Mejat, senda hokimning salobati borjimi? Ma akangga deb qo'ysang bo'pti ekan. Ishni oz qilib, ozroq bir samirsa. Onundan sirtmay yana kichikchig'imda kishilarning saq, oppoq tishlariga bekordan bekor oltin qabultib olganliklariga mo diqqat qilgan edim. Na hojat. Har narsa tabiiy bo'lgani yaxshi-da.
tabiiylikning o'zimi bir boylik, bir go'zallik aslida. Ist metal bilan aralashib, og'izga abjash tetigan esil tamoqlar. Demak, ba'zi jamiyatlarda semizlik va saq tishqa oltin qoplashdek bu ishlar bir xil ijtimoiy o'rinning, huquq va boylikning simvoli bo'lib qolgan. Men Harvarddagi darsimda mushu gapni qilayotganimda, Nigeriya mamlakatidan kelgan Fahmi ismli saboqdishimning boshlang'ich xirildab kulib ketganiga qarab, uning jamiyatida shunday ishlar bor ekan degan xulosaga kelgan edim. Lekin hozirgi sharoit o'xshamaydi. Kishilarning sog'lomlik tushunchasidagi qarashdimi ilgirlashba. Hozirgi kishilar sog'lomlikka diqqat qiladi. Semizlikka havas qilmaydi. Amerikada ma'rif madaniyat saviyasi yuqori, turmushi yaxshi kishilar odatda o'ruq va sog'lom keladi. Chunki ular chiniqish va oziqlikka ahamiyat beradi. Hukumatning qutqizish puliga tayinib yashaydigan ba'zi kishilar semizroq keladi. Biz bu jamiyatda yashagan 20 yildan buyon bizga yo'qqan narsa nima bo'ldi desa, dal bularning mushu sog'lomlik qarshi bo'pti. Biz oila bo'yicha badan eg'irligi ko'rsatishimizga diqqat qilamiz. Eg'irligimizga kelganda ayolim, o'g'lim ikkimizni bir necha kunda bir qitim qo'yib baqqan bo'daqchidek taroziga silib turdi. Boshqalarning uyga erning tuqqanlari kelsa, g'ash-g'ush bo'g'ini bilan bizning uyimizda o'g'lim ikkimizning eg'irligi ishib ketsa, to'laroq g'ash-g'ush bo'lib qoladi. Bu talab balamga qaraganda menga qattiqroq. Shuna shuncha chiniqib yurib, badan eg'irlik ko'rsatkichimni normal nuqtaga tushirdim. Chunki haftada bir ikki qitim sho'rib silib go'sht yeb olmasam, uyg'urligim susishib qolgandek bir hissiyat bo'lib qolaman. Qo'yning qo'vrig'isini g'ajlab turmasam, ichim siqilgandek bo'laman. Hatto qo'vrig'i kavoblar haqidami men bundaq yezib ketganman bir chaqda. Men har qitim 3 soat mashina haydab berib, 10 yillik ko'p qitim Abdurahmondan go'sht olaman. Bostonga kelgan mendek go'sht xumor uyg'urlarni halol sifatli go'sht yesin deb Abdurahmonga tanishtiraman. Men har qitim go'shtga borganda qo'zining go'shini bar deyman. Xer qo'yning go'shimi qo'ziningmi, lekin toza bilolmay, nima ba'si qo'zining deb eliyveraman. Abdurahmon mayni ilib etib, go'shtning qora yeriga pul oladi. Kichik bolalarni erkiltib qo'ysam, qo'shliqdan ba'zida ortiqmi berib o'tadi. Qo'yning qo'vrig'isini kotlet deb ba'zida ayrim setibmi qo'ydi. Yangi qo'vrig'larni ko'rib, ishtim qo'zg'ilib, tilim uzrab, sho'lga yumaqdi. Kim meni itiyle tug'ilsin debdikan. Odam g'ajilagandan so'nga g'ajilgan yaxshi. Qo'vrig'lardan elib, uyga qaytib kelib, zaytun meyi bilan, doğru dermekler bilan qo'vrig'i kavib tayyorlab ketaman o'zim. Pixildab tirlab, och ko'zlik bilan yeb ketaman. Mening bu holatimni ko'rib, ko'z oldinga keltirib, ey nozigul, cho'qim qaqaqlab kulib ketasan. Shuning bilan mening badan eg'irlik ko'rsatkichim masalasida bir qadam oldiga minib, ikki qadam keyinga chekingandek ish bo'lib qoladi. Bizning maqol tamsillarimizda sog'lomlik, oziqlik va harakatning munosabatini yaxshi tushuntiradigan nurg'un hikmatlik so'zlar bor. Masalan, ochliqdan to'qliq yomon. Kalva odam ko'p tomoq yeydi. Harakatda barakat. Sog'lom tanda sap aql degandek. Bu hikmatlarning gapiga yetgan kishilarning birisi Uyg'ur milliy tibobati bo'yicha ko'z ko'ringan tibib Ahmadjon doktor bo'lsa kerak. 2 yilning oldida sayohat bilan Bostonga kelgan bu kishini uyga taklif qilsam bora olmadi. Shuning bilan sirtda g'izada birga bo'lib qoldim. Men ishdan uyga qaytish vaqtida bu apandim bilan uchrashqashqa qo'zg'im toza ichib ekan. Apandimni tamoqqa taklif qilib, oldimga keltirilgan tamoqni ishtaha bilan yeyib, Ahmadjon doktorning oldidagi tamoqni kichikkina yeb qo'yib qarab o'tirgan ko'zim tushdi-da, apandimni tamoq yeyishga taklif qildim. "Dört odam tamoqni ko'p yeydi", dedi apandim asta ham bo'sh ovozda. Niqid bo'lib qoldim. Tamoqni yemay desam, qo'zg'im och. Yey desam, dört bo'lib qolaman apandimning oldida.
Ama tamoq algan pulga shimag'irmini jumu. Atışlıq pıxsmalım deb qalmanglar, o'qirmanlar. Ahmadjon apanning so'zlarida muayyan haqiqat bor. Tadqiqotchilar mundaq tajriba ishlagan. O'xshash xarakterdagi ikki guruh chashqanlarni ayirib baqqan. Birinchi guruhdagi chashqanlarni nihoyat yaxshi baqqan. Ular nihoyat qisqa muddat ichida tulum chashqanga aylangan. Ikkinchi guruhdagi chashqanlarni bo'lsa och qo'ygan. Ular acharchilikda qiynalgan. Az vaqtdan keyin ular bu chashqanlarga mushk ekanlik signalini berish orqali ularning inkasini sinagan. Natijada tulum chashqanlar intayin ho'rin bo'lib, inkas asti bo'lgan. Ya'ni kelib yesang yegina mushuk, men yeydiganimni yeb bo'ldim degandek beparvo holatda inkas qaytargan bo'lsa, och qolgan chashqanlar bo'lsa, intayin sezgur bo'lib, u yoq bu yoqqa darhol ketishgan. Inkassiz bo'lgan. Go'yo ular, yo'q. Men texi bu dunyoning xo'liqini ko'midim degandek. Buningdan chiqargan yakun shu bo'lganki, semizlik jonliqlarning harakatini, hatto cho'ng mingning harakatini suslashtiradi. Mana shu chashqan tajribasimi ota bobomizning kalva odam ko'p tomoq yeydi degan so'zini dalillisi kerak. Demak, bizning ota bobolarimiz-mi intayin dana. Lekin men bu yerda odam kalvaligidan ko'p tomoq yemdi yoki ko'p tomoq yeganligidan kalva bo'lamdi degan masala haqida to'xtalmayman. Yaqindan buyon bizning jamiyatimizda kishilarning yoshli qazo qilib ketayotganligini anglab turibmiz. Buning sababini noqul taqdirga bog'lab qo'ysak, o'zimizni dot ko'rgan bo'lamiz. Haddidan ziyoda so'rindochilik, kayf sapa turmush, o'z badanini asramaslik, kech bo'lganda ko'p tomoq yeyish, o'ziga, bolalarga va oilasiga mas'uliyatsizlik qilish qatorliqlarning muayyan sababchi bo'layotganligiga sal qaravotimiz. Shunga badan ig'irlik ko'rsatishimizni normallashtirayli, samirib ketmayli. Haddidan ziyoda ko'p tomoq yeyish odamni kasal qildi. Chunki u semizlikni keltirib chiqaradi. Harakatchanlikni ojizlashtiradi. Yuqori qon besimini paydo qiladi va shu vajdan menga yurak, qon tomirlar kasalligini hamda diabet kasalligini paydo qilib, odamga jismoniy va ruhiy azob, iqtisodiy jihatdan so'roqchilik qilib keladi. Chunki salomatligi yaxshi bo'lmagan kishining tafovati yaxshi bo'lmaydi. Topgan tukini doktorxonada qoladi. Diqqat chishiladi. Turmushda xotirjamlik bo'lmaydi. Farzandlarning o'qishi, xizmati va kundalik turmushiga ta'sir etadi. Qisqasi, bir kishining saxsiz bo'lishi natijasida shu kishining butun oilasi bo'yicha so'roqchilik tortadi. Mana bularning hammasi bir shaxsga, bir oilaga va jumladan bir xalqqa nisbatan ofatdir. Shunga men deyman, saqsizlikda ofat